Assalomu alaykum, hurmatli qo'shbozlari. Bugungi kunlar barokatli bo'lsin. Sizlar bilan mana bugun Marg'ilon, Bedana bozor va Qush bozoriga tashrif buyurdik. Xudo xolasa, sekin-asta afzal qilib borishga harakat qilamiz. Mana bu yerda Bedana bozorida hozir ko'rib turganingizdek Bedana bozordamiz. Bedana bozorda bedanalarimiz har xil. Mana bu tepamizdagilar Italiya bedanalar hisoblanadi. Italiya bedanalari 500 mingdan 5 milliongacha bedana qovoqlarimiz mana ko'rishlaringiz mumkin. Dubaynoy cho'plari ham haqiqiy toza bambukdan yasalgan, qovoqlari esa 200 ming so'mdan sotilyapti. Bu yerda mesni bedanalar ekan bu yerda. Mana Italiya bedanalarining makonlari uchun maxsus qafaslar va bunda makonlarni tashlab tuxum olib bola ko'paytirgani oson, ham sayrasangiz ham bo'ladi. Bunun ikki xil varianti bor. 8 kilogram, 8 kattaroq. Bu narxi necha pul, Jalol aka? Assalomu alaykum. Necha pul? Donasi 75 mingdan. 75 mingdan, ha? Optim 75 mingdan. Buni 5 ming, 15 20 ming aytdim. Buni 15 ming optim beramiz. Buni ham 15 ming beramiz. Bo'ldi. Bular 5 ming, bular ikkitasi 5 ming. Ha, aytib o'tdim bular. 10 mingdan. Bozorimizga nima deysiz? Bozor zo'r, ha? Bozor yaxshi, kelaverasizlar. Kaminatamiz mana sayrovlar ham bor, Italiya sayrovlari ham. Bozor yaxshi, xudo. Oldi sotdi bo'laveradi. Qo'shni davlatlardan ham kelishaversin, ha? Kelishaversin. Tashrif buyur. Qozog'iston bormi, kelishaversin. Shu Jalol tog'am taniganlar like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar sahifamizga. Mesni bedanalarini narx-navolarni ko'ramiz. Obunasiz. İşte xotinida Mesni bedanalar, xudo xolasa. ikki xotinga 60 ming so'm aytyapsizmi? 60 ming so'm ekan narxlari. Ko'rib turganlaringdek. Bedanalar ideal tiniq holatda ekan. Bemalol tanlab, qosh ko'ziga qarab, oyoqlariga qarab olinaveradi. Kelaverasizlar bemalol. Qovoqlar bor ekan mana. Rabochiy qovoqlar necha pul ekan bular? Bular 100 ming. Bular mana rabochiy sola. Ha, ne? Bu 40 ming. Bularni 100 mingdan, ha? Hop, bemalol kelaverasizlar. Bedana bozoridan Qush bozoriga o'tishni boshladik. Buni kuzatib borib tursalar ham 200 ming so'm. 100 millionlari bilan. Bu moda. Aka tayyorlar necha pul ekan? 150 mingdan. Ha. Amadinkalar necha pul bo'lib qoldi? 120 ming ekan amadinkalar. Qushga talab nihoyatda kuchli bo'lyapti. Mana bu yerda qiziqar yangi qush boquvchilar. Necha pul ekan qush? 360 ming. 260 ming. Parasi ha, bir jup ha. Amadinkalar necha pul? 100 ming. Bular necha pul? 260. Ne bitta chip olon? Agar spingillarimiz necha pul ekan? Spingil necha pul? 300 ming so'mdan ekan donalar. Radijnilarchi bular? 600 ming. 600 mingdan parasi? Ha. 600 ming so'm ekan. Bular necha pul ekan yarim tayyorlar? 220 ming so'm deyapti. Baho. Telefon nomerini aytib o'tib ketaylik. 92lik. Ha, 122 38 82. bemalol telefon qilaverasizlar. Bemalol oldi sotdi ham bo'laveradi. Olasiz ham, sotasiz ham, ha? Bemalol. Instagramimizdan obuna bo'lib qo'yishaveradi. Bo'l. Bazeylar necha pul? 60 dan. Bazeylar 300 mingdan chiqdi. Sariq miramirlar, spingillar. 300 mingdan. Jupi tayyor. Bo'l. Rahmat. Ishlagan deyishdi. Bozoringiz bersin. Aka atlasni pepchilar necha pul ekan bular? 500 ming parasi. Karelolachi. 150 mingdan Dubai 500 ming, Prastoylar 350. Telefon nomeri aytasizmi? 97lik 630 3225. Olaverasiz ham, sotaverasiz ham. Bo'ldi, bemalol mana shu nomerga telefon qilinglar. Ishlar hal bo'laveradi. Aka rahmat. ben de yaşarken bu. Yok zararlar. Qapas mapaslari bilan olib chiqibdi.
Aka bu nechi pul aka? Sizdan emasmi? 400 ming. Spingerlarchi, maladoylari. 80 mingdan Dona 80 ming, ha? Hop, 80 ming so'm aka. Rahmat. Malukalar. Tepkilar nechi pul hozirda? Dona 400 mingdan. Donasi 400 ming. Donasi 400 ming so'm aka. Mana obunachilar. Rahmat. Odam endi boshlanyapti bozorimizda. Bu Fishermi bu, maskami bu? Aralash aka. Aralash, ha? Delvini bor. Keyin Zalatiskasi ham bor. Nechi pul deyapsiz? Donasini 200 mingdan 300 minggacha. Donasi 200 mingdan 300 ming so'mga. Telefon nomerini ayting. 94lik 94lik 444 444 42 4200. Sotilmasa telefon qilishadi. Uyda bormi yana? Telefon qilishaversin, ha? Bor. Kimga meradishga mana qushlar zarar bo'lsa aloqaga chiqinglar, rahmat. Ormon aka, perxuriylar nechi pul aka? Telefoni Nechi pul bu? 220 dollar. $220 perxuriylar. Bular nechi pul? Nemislar 800 ming, 700 ming, 600 Holatiga qarab, ha? 600 mingdan 800 ming, 1 milliongacha ekan juda. Karelo nechi pul? 400 ming. Bo'lmaydi. 600 mingdan o'sha 1 milliongacha ekan bularning ham parasi. Aloqaga chiqaverasiz. Rahmat. Karelolar nechi pul olib ketdi akalar? 150 mingdan aka tanlovlar. Donasi 350 ming, ha? Aka jupi. Jupi 350 ming. Bozorga. Aka, charchami? Akamizga obuna bo'linglar, qushlarni injiqlarni sotishadi. Rahmat. Aka, charchamaydi. Hop. Bular narxi qanaqa bo'ladi? Bularimiz mana bular Aha. 25 mingdan. Kichkinalar, ha? Ha. Taylaridagi. Bularimiz 100 mingdan. Balalarimiz Bular 5 mingdan, aha. 7,5 ming, 7,5 ming, 7,5 ming, 7,5 ming. 30 ming, 20 ming, 20 ming. Bala boqadigan odam o'zidan bilan otdan biladi, ha? Ha. Buni olish ham bormi yo faqat sotishmi? Yo'q, buni o'zimiz ko'paytiramiz ham, sotamiz ham. Chiroyli ekan. 100 mingdan tanlab olinadi. Ha, bulardan. Mana uni ustidan tashqari. Bu 150 ming. Jo, ameo zo'rchotki-yu telefon nomerini aytib o'tib ketaylik. 91lik. Hop. 658 Aha. 1971. Farg'ona bo'yicha dastavka qilib beriladi. Farg'onani o'ziga. Aloqaga chiqib, talak bosib obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Hammaga rahmat. Tanishtiravering, jo. Bular Ulitkalarimiz 10 ming so'mdan. ha, Qaromislarimiz 25 mingdan. Akular 50 ming so'm. bu ha, kimlarimiz? Ha, bularchi. Papuga 120 ming. Oqlari bor 40 mingdan papuga. Aha. Ular ko'payadigan. Afrikalar 40 ming. Bular Afrika, ha? Ha. Bularichi? Bunisi krasavskalar 15 ming so'm, go'ramilar 30 ming so'm ekan. Bundan mayli. Skalari kattasi 10 ming, maydasi jup 15 ming. Gupilarimiz mana unisi 15 ming so'm, bunisi jup 15 ming so'm. Internetda ham jup 15 ming. Michinoz mana unisi 10 ming, qoralar jup 15 ming. Katta michinoz donasi 15 ming so'm. Nomerini aytib o'tib ketaylik. 91lik 667 77 97. Mehmonni telefon qilishaversin, ha? Aqlashorsiz. Hop, hammaga rahmat. Bekadan yasalgan qapaslarning narx-navosini sizlarga bir qator aytib o'tamiz. Bular nechi pul? 150 ming so'm. 150 ming. Biriga 60, ha? Ha, biriga 60. Bularchi 3 etajli. Ha, 3 etajli yana 400 ming so'm kam. 400 ming jami bor, ha? Ha, Bular ham 150 ming, ha? Bu ham 150 ming. Bu ikki etajlichi? 250 ming so'm. 250 ming. Bularchi? O'sha ham 150 ming so'm. bu 6 xonaligini ko'ramiz. Aha. Bu 4 xonaligini 4 xonali bor. 500 ming so'm kam. 500 ming so'm, ha bu? Aha, Hop. 4 xona. Buchi? Bu 1 million 100 ming. Panerkali ham tagidan setka qoqilgan. Mana hozir bilan isbotlab qo'ymasak, ko'pchilik nimaga unaqa deyish mumkin. Mana paner devorgan taqdirda ham tagida setka bor, qush o'tib ketmaydi. Mana bundan ko'rinadi. Mana obunachilar. O'shaning uchun bizcha qimmat bu. Kimga shunaqa sifatli reykalar yasaladigan qapaslar kerak bo'lsa, zakaz bersalar ham akamiz yasab beradi. Telefon nomeri 90lik 90. 277 aha, 1249. telefon qilishaversa, ha? Aha. Hammaga rahmat, like bosib obuna bo'lib qo'ying. 15 ming, ha? Ana bu yonbosh basi nechi pul? Yo, undan yo'qmi? Yonboshpasi 10 mingida oda qoldi. Bundan tugadi. Kerakga 540. Kimga zarar bo'lsa, mana shunaqa korobkani keng miqyosda kerak bo'lsa aytsalaring, mana shu zo'abzor profilini yurgizadigan o'rtog'imiz mana shu korobkalar ishlab chiqaryapti, xudo xolasa.
Chiroyli bo'ldi. Xalqimiz uchun manfaat tegyapti. Hammaga rahmat. Tilak bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Ginizmelarni 15 ming. Amadinkalar nech pulagan? Amadinganchi 5 ming. 5 ming so'mga amadinkalar. Ko'p deganlar. Ular nech pulagan? Amazon mode $1500. Jakob. Jakob para ishlagan para $2500. Bu nech? Loriket ishlagan para 1500. Anjireli $1200, $850. Telefon nomerini aytib o'tir. 90 aka. 786 38 38. Nima telefon qilishyapsiz? Bemalol aka. Xo'p. Olish sotish bor-a? Bor. Ha, boshqa olish ham bor, boshqa qushni ham oqtargan qushlarni topib ham beraveramiz. Rahmat. Like bosib obuna bo'linglar. Mana obunachilar qush bozorlarini ham aylanib ko'rib bo'ldi. Xudo xolasa endi sizlar bilan bu bozorga ham obzor chiqishga harakat qilamiz. Qo'g'ni nech pul deyapsiz? 250 ming qiladi. Jo'jalar nech pul ekan? 150 mingdan kam bor-a? Buchi aka, 100 aka. 20 mingdan. Bonasi 20 mingdan. Taqsir aka, assalomu alaykum. Ibraylar nech pul ekan? 800 mingmi? Ular qo'shamlar. Aha. Nomer aytaverasizmi? Nechi nomer? 94lik 150 0797. Bemalol telefon qilishing. Cho'jalari, nimalari bor aka, boshqachalar, turlari ko'p. Ular ham sizlarni Ha, 80 ming so'mdan aka. telefon qilaverasiz. Telefon qilishaveradi. Hammaga rahmat. O'rmaylar. Bedanalar nech pul aka? 2000, 5000, 10 ming, 15 ming. 2000 dan 5000, 15 minggacha bor ekan, ha bedanalar. 2000 so'mdan 15 ming so'mgacha bedanalar bor ekan. Rahmat. Qora jo'ja nech pul ekan? 50 mingmi? Bolarichi? 12 ming so'm ekan. Bo'ldi, rahmat. Yaponchalar nech pul ekan? Qorachalar 100 ming. Qorachalar 100 ming. Bilmayman mana. Nech pul ekan bola? Jo'jalar. 30 mingdan kami bormi? Yo'q, anadi. Jo'jalar nech pul ekan aka? 5 litr. Jo'jalar ishmagan band ekan. Nech pul deyapsiz aka? 300 ming kami bor. 300 ming so'mdan, pastelarichi? 200 ming. 200 ming so'mdan, ha? Bilaverasiz. Keling aka. Nech pul jo'jalar? Aka 130 ga ikkita. 130 ga Ha. ikkita. Telefon nomeri? Telefon nomeri 90lik Hop. 016 Aha. 0488. Telefon qilishaversinmi? Qilishaversin. Bo'ldi. Ammo sotilib ketishi ham mumkin. Ha, sotib ketsa topib berasiz, ha? G'ozlar nech pul ekan? 100 mingdan oldik. Zo'r olibsizlar, barakasini bersin. Aka nech pul ekan bular? Sizlar 50 mingdan. 50 ming. Fotografiya 100 mingdan. Kichkinalari 50 mingdan, kattalari 100 ming so'mdan ekan, bemalol kelaverasizlar. Hammaga rahmat. Rag'anlarchi? 50 mingdan, enasi 100 ming. Bollari 50 mingdan, enasi 100 ming. Hamma. Polvon g'oz nech pul ekan? 250 ming kam. 250 ming kam bor, ha? Indiski? 150 mingdan kam bor ekan. Ular ham o'shanar ekanda, ha? Rahmat.